Assalomu alaykum, sizlar bilan Erkin Play kanali. Bugungi videoroligimizda supermarket supermarket motel simulator o'yinini o'ynaymiz do'stlar. Qani boshladik unda. Simulator o'yinimiz bugungi videoda kiryapti va kirdi. Va magazinimiz nomini esa qo'yamiz. Erkinov motel. Qo'ysak ham bo'lmaydi do'stlar. Bo'ldi. Okey, o'rgatyapti. Uyingga to'g'risini aytsam, bitta ham hali kirib ko'rganim yo'q. Nima bo'ladi, как? Bu hech narsa. Ketaveramiz. Bu yerga kel deyapti. Yaxshi o'rgatarkan. Bu yerdan nima qilishini ko'rasan, deyapti. Okey. Mana uni bu yerga qo'y dedim. Ayo. Ha, tozali ekanim. Do'stlar, kulgili. Ano chelakni ko'tarib, короче, mana qanaqadir chiqitton narsalarni chelakka solyapman. Nega endi chelakka yetmayman? G'alati ekan voshi. Mayli. Ko'tarib yuraman. Ha. Buni bosib, mana uni bossam, buni olaman. Mani o'zimdan mana eshitib turar ekan, g'alati do'stlar, mayli. Hop, bu yerlarni tozalaymiz. Yaxshi, endi qo'lga yutib olamiz va bu yerni magazinga kirsak ham bo'larkan. Bu nima? Buyurtma ber deyapti. Bu yerga yutib buni ham buyurtma beramiz, bu yerga yutib buni ham. Va buyini bosamiz. Ikkinchi total deyapti $143. Maniki $100,000 bor ekan. Yaxshi. Rostini aytsam, boshlanishdan 10 million qatta menda. $1000 10 million bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri, albatta do'stlar. Mana uni bos deyaptim. Ha, mana. Endi yesni bosamiz. Va mana uni bosamiz. Endi keldimi shunda? Oppa, rasati degan o'yin ekan-ku, juda zo'r o'yin ekan do'stlar. Qiziqib qoldim o'yinga. Tashlab ketdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nima yopdingizmi? Ha, yopdingiz, to'g'ri. Ha, ketib. Salom alaykum bo'ladi. Nima? Tak. Ochib chiqamiz, to'g'rimi? Yo'q. Mana bu yerga kel deyapti. Devor yopishtirganmiz. Hoppa. Ya'ni rang devor. Ohak deydimi, nima deydi o'sha? Bosib chiqamiz. Hoppa, ohak. Hop. Hoppa, rasati. Wow! Ohak chiqdik xullas. Bu yerlarga ham qilamizmi? Da, qilamiz. Qildik ana. Endi buni bos deyapti, buni bos deyapti. Va ket deyapti. Bu qanaqa rang? Yer bu. Tushunarli do'stlar. Hoppani. Yaxshi do'stlar. Yer ekan bu. Bo'ldimi, ketdikmi? Yo'q, hali orqaga qaytyapti. Mana bu yerga ham qo'yish kerak, yer aytgancha. Endi qo'ling chiqar deyapti xullas. Okay, bo'ying yo'q qol, to'g'ri. Endi tepani qil deyapti. Okay. Tepani ham qilib chiqamiz.
Kanalimizda oy kanalimizga yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan ham zo'r videolar oldinda bo'ladi va videomizga like bosishni unutmang. Like mutlaqo tekin sizga esa foyda keladi. Videomizdan kayfiyatingiz ko'tariladi degan umiddaman. Tak. Tualetni ham sotib olyapti. Yo-mayo. Yostuq hatto. Buni aytaymi? Bu ham divanda, to'g'rimi? Buyurtma ber deyapti. 2 energiya ketarkan 100 ta energiya ham bor. Tezroqga. Kella, to'g'rimi? Kella. Yana boyagi bratimiz. Brat ahvolatdanchiman. Sog'misan? To'xta. Hali tushgani yo'q. Qayerga ketyapsan? Minib oldingmi darrek? olib ketib qolma tag'in. Tushdingmi? Nima? Shunda bular qanday tushdi? Sen mashinada o'tiruvding yo arqadan o'taverding? To'xta, qayerga ketding amal? Unda bittadan joylashtiraveramiz. Hop. Ochil. Buni deyapti, men buni bo'ldim birashga. Mayli, tur. Haq qo'yaman endi buni. Stop. Mana bu. Shu ekan, bo'ldi, tasha. Tashab tur, hozir. Tashab tur. Tak, buni deyapti bo'ladi-da. Mayli, birinchi bundan boshlaymiz, okey. Buni qayerga qo'yamiz? Deylik mana bu yoqqa. Pada bu. Qo'ydikmi? Qo'ydik. Endi bu yoqqa ketyapti. Mayli, o'zini aytganini qilaylik, yaxshi ham o'rgatar ekan. Tak, buni mana to'xtaylar. Qaysi taraf o'yin shunda? Mana bu taraf. Mana bu yerga qo'ysak, nima bo'ladi? Hoppa, ana, zo'r bo'lar ekan. Endi buni qo'y deyapti, okey deymiz va olamiz. Ana endi. Tak. Buni qayerga qo'yamiz? Buni mana bu yoqqa qo'ysak nima bo'ladi? Choy ichib o'tiradi. Ha. Qo'ydik. Endi kelamiz. Mana bu o'tyapti. Olamiz va buni endi. Rakvina menimcha. Rakvinani tagida. Bera qo'ysak bo'lmaydimi? Zo'r bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri. Tak. Mana bu yoqqa qo'yamiz. Qo'li va zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas, do'stlar. Parasat. Dahshat. Mana bu yerga qo'yamiz. O'zani sher kichkina joy menimcha tualetga mo'ljallangan. To'g'rimi do'stlar? To'g'ri, albatta. Buni tashqariga qo'ysak, mana bu yerga ovqat yeb, tishiga qarab o'tirmaydik, to'g'rimi do'stlar? Albatta, to'g'ri. Tushga qarab o'tirsa, aptit bug'lak. Tak, buqa qo'yamiz xullas. Tak. Divanni ochamiz ana endi. Divanni shu tilaga qo'ysak bo'ladi, mana bu tilagami? Ana shu tilaga qo'yaylik, kelinglar. Parasat. Ana shu yerga yotadi. Buqa ovqat yeydi. Bo'la. Hammasi cho'tka bo'ladi. Va oxirgisi qoldi yostiq. Bu albatta bu divan uchun yo'q. Buqa nima kerak? Bu yerga menimcha o'tiradi faqat. O'tiradi. Mana bu yerga divan, yostiq qo'yamiz. Yostiq lekin bitta shuni aytsam. Ikkinchi joyim menimcha bor. Kerak emas degandir-da. Tak. Reklama ekan bu. Super Story. Irkino Motel mana.
Ha, motel, shunda mehmonxona. Do'stlar, demak bizniki mehmonxona yotish uchun bu Superstore. Bu yerga $200 tushunmadim. Ha, bu yerga manda $294 bor. Shunda supermarketdan ochaversam bo'ladi-da, do'stlar. Okey, ochaylik. Kelinglar. Mana $200 deyapti. Qulf lekin. Ha, tutorialni o'rganishim kerak. Okey. Undan keyin manimcha beradi. Tak, do'stlar. Yo, hali manimcha gaz stadioni Superstore ham ocholmayman hali. Hatto bu yerni ham ocholmayman, ikkinchi chetini. Manda bitta chet bor hali. Ya'ni bitta joy. Mana bu yerda 3 ta yoki katta-ku bu erkin model. Lekin hali bu chetlarni sotib ololmasam kerak menimcha. Chunki qulf ko'rsatyapti-ku. To'g'ri pulim yetadi, lekin qulfda to'g'rimi? To'g'ri, do'stlar. Endi nima qilishimiz kerak do'stlar? Bu yerni ochishimiz kerak. Lekin men inglizcha yozmayman-da. Tak, nimadir qilishimiz kerak do'stlar. Bo'lmasa. Mana deyapman tutorial. Plague bedsheet on bed in Rome. 101. Rome 101 bir balo deyapti. Bizniki 101. Tak. Что ли так? Nima belgi yo'q do'stlar? Shuni aytsam. Bu yerga kiraymi? Ha, mana. Kompyuterni ham shuni aytsam ocholmay ekanım. Shekilli. Unda uylayapman do'stlar. Bu yerim ochiq emas do'stlar. Tak. Unda nima qilsam bo'ladi? Bu yerga kir. Bedsheet nima degani endi? Tualetda chizsam bo'lmaydimi? Ha, bo'lmaydi. Ha, hozir. Ketdi xullas. Tutor deyapti. Tak, uylash kerak. Buyurma. Magazinmi? Yo'q. Hozir 1 minut do'stlar. No, inglizchani tarjima qilib olay. Mana короче do'stlar. Короче, nima dedi deysizlar? Choy shapni 101-xonadagi xullas to'shakka qo'ying debdi. Choy shapni o'zi ham ko'p qidirdim va topdim. Qolib yetibdi tashqarida o'zi ham. Shunaqa ekan. Mana choy shapni qo'ydim. Mana shu to'shaqqa qo'ydim. Mana shunda o'sha choy shap. Ya'ni o'ranikmi deyman. Qidirib yuruvdim, topdim, tashqarida turgan ekan mana u yerda. Ko'rmabman. Yo'q-yo'q, odamlarmi? O'zi ochdim. Kafe. Nima edi? Motelimni ochdim o'zi shekilli. Da, do'stlar. Endi kompyuterga o'tirishga ruxsat. Короче, do'stlar. Boya nimadir bo'lib qoldi xullas. Mana xullas ochilibdi. Mana kelyotibdi xullas hamma mehmonlar. Motelimiz ochilibdi. Endi kompyuterga o'tirishga menimcha ham ruxsat bo'ladi. Endi ularni joylashtiramiz xullas ketdik. Qani o'tiraylik. 101 $23. Bosdik. Nima? No. Bunga nima qilay? Stop, tushunmayapman. Bosdim. Tak.
Ismmi? 48 soat. Hozir nimadir qilish kerak. Tushunmayapman. Bumi? Stop. Nima uchun tushunmayapman. Nima debdi? Ha, bo'ldi. To'xtanglar. Orqaga qaytyapti ekan. Boya bitta olgan odamim numbali sasib kiribdi. Yashil chiqyotibdi. O'sirib kirgan numbali. Mayli. Musurli. Olish kerakmi? Ha. Bunga ko'tarish shart emas-ku. Axlat qutisi yuzimda bor aytgancha. Bu yerni ham tozalash kerak. Hop, tozalandi bo'ldi. Endi qo'lga qaytay. Tak. Mamcha endi yana odam olaversam bo'ladi. Boyagi odam tualetda emasmi? Ayo, bo'ldi. Qayerda ekanini bilmadim. Oho, odam qatorasiga turibdi o'zi ham. Mashhurlashib ketdik ekan kuchaytirishim. Tak, olamiz buni ham. Tak, pulchani chiqillatib berdi. Yana yopamiz mamcha. Yana bitta tozalab, bitta anavi qilamizmi? Olamizmi xullas. Tushunmadim shunga. Mayli, tozalasak tozalayveramiz. Ochil. Ochil Simsim. Simsim ochil. Bizni uy shu. Tushunmadim. Simsim. Nima xohlayapsan? Amma qulflovganmi chetdan tushunmadim shuni. Nima deyapti? Super story unlock. Bo'ldi. Super story. Anshirni och deyapti menimcha. Okey, ochamiz. Shu yerda o'rzing. Biza boyib ketdik. Super story ham ochdik, ya'ni nima desam, magazin xullas. Magazinimiz bor. Motelimiz bor. Yana hali gaz stadion ham olamiz. Lekin u yerda nimani ko'rdim denglar taboya. GM, ya'ni mashq zalini ham ko'rdim, o'shaqni ham o'g'ramiz hali. Hali hamma joyni egallaymiz, kuchayib ketyapmiz. Tak, qorong'i tushibdi faqat. Bitta kirib olaydi magazinimni ko'rib olay. Hop. Nima deyapti? Remove trash from store. Okay. Storedan chiqdi. Chiqdik. Haqda uxlayman endi, qorong'i tushdi-yu. Mani uyim bor. Tak. Voy, bu yerga o'tib bo'lmarkan uzr. Bu yer qanaqa joy? Shularni ham ochsak bo'ladi. Mayli, ochamiz, hali vaqti keladi. Remove trash items from store. Remove bu chiqish. Bu yer qanaqa joy? Xullas, la'nati qayerda uxlayman men? Qaqib ketyapsan. Brat. Vaqt tugadimi yo'q? Dollarim 151 mi? 200 euro sotib oldim. Bu yerga kirityapti, tozalatyapti menimcha. Mana sassig'ini ketkazsa bo'lmaydimi? Ket, sassiq. Mayli. Mana bu yerda tozalaymiz. Oldin do'stlar. Hop, bo'ldi. Qo'lga olamiz. Bo'ldi. Ana endi o'zim uxlaydigan joyni topishim kerak. Men qayerda uxlayman? Yo'q, men uxlamayman. Lekin mana remove deyapti, la'nati. Hop do'stlar.
Tak. Mana shu yerni tozalab olay, keyin nima qilsam qilaman-da, xullas uxlaymanmi yo uxlayotgan joyim qidirarman, balki ko'ramiz. Ana shu yerni tozalab olay do'stlar oldin. Hop, tozalandi. Muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Hoppa. Hoppa, bu yerni ham tozaladik. Remove Store deyotgandik, tushunmadim. Amal Open Game Store. Okay. Press Store Pack sochami. Hoppa. Magazin uchun jihozlab olamiz menimcha narsalar. Hoppa. Endi buy. Okay. Tak. Kuchdi bot. Boray yana ishlatay energiyam. Bu bilan chiqmay. Ha, yana supermarketga ham yana shu bratimiz kelar ekan. Tushunarli. Men qarang. Ichida ketaymi men ham? Meni ham olib keting. Kirdim. Amal. Tak to'xtanglar, tagidagi o'tyapti. Buni tasha. Okay, shuni birinchi olamiz aytgan. Superstore nomini o'zgartirsa ham bo'ladi. Nom chala qo'yamiz daqay. Tak, bunaqa qilib qo'yamiz. Shuni ham o'rgatib bratim, amal. Bunaqa qo'ygan nimaga mana bura qop-qora hamma joyi? Mayli. Buni qo'yamiz. Mana bunday qilib qo'ysak bo'lmaydimi? Hozir hoppa, ana shunday, xuddi shunday. Xuddi shunday qo'ysak bo'lmaydimi? Tamam. Qo'ydik. Parasati. Nima bu? Mayli do'stlar. Tak. Mana bu yerdan ayni o'tsak bo'lar ekan, lekin pulimiz yetmaydi hozir. Bu yerda nima bor? Uysa. Mayli do'stlar. Keyin ochamiz-da. Endi hop, ishimizni davom ettiraylik. Qochib tur. Boyagi narsa qan? Korobka amana. Bo'ldi, ketdik. Ana endi joylashtiramiz do'stlar. Tak. Ketyapti va ketdi. Yana magazin deyapti va Superstore'ni ochiq deb e'lon beryapti. Mana nimalar borligini aytib o'tibsizlar ana shu yerda. Hozir aytib beraman. Motel bor ekan o'sha mehmonxona, keyin gaz stadion, mashinaga gaz quyib berish uchun, keyin Superstore ana shu hozir turgan pol. Bu nimaligini tushunmam. Laundry bu ham tushunmam. Game hay mashq zali. Car washer nimaligini tushunmadim. Mevkayf bu kafe degani bo'lishi mumkin, lekin ko'p joy bor ekan do'stlar. Nimayli. Hozir esa ishimizga e'tibor beramiz. Supermarket. Bu yerga ham ko'p kishi kelyapti o'zi. Tak, o'tirib olamiz ani. 3 ta. 700 debman. $7 ekan, okey. $7. Nol сдач. Okey. Uncha tushunmayapman. Total. Tamam. Changi. $83 menimcha menga bergan. $75 qaytarib berishim kerak. Ko'p bo'libsanmi? Atay $7 ga san nega $83 berasan? Mayli, qaytaramiz. Bulla 20
o'ttiz, qirq, 50, 60, 70, 5 va 5. 5 короче 40, 50. Oppana, to'g'ri. Tak, total. Okey. 750 bu ham. Yana pul berdi. 29 qilish kerak. Okey. 10 va 10. To'xtanglar. 5 2 10 yo 50 50 50 50 50 50 50 50 bitta orqaga qaytamiz va shu yerda 10 oppani to'g'ri chiqdi. Nega bunchasiga hisoblaysan desangizlar, juda qiyin-da, to'g'risini aytsam. Shu karta bersaydi, karta men uchun osonroq, plastik qiyin-da. Karta berib shiqqitib bitta raqam yozsam bo'ldi. Lekin neypsa voy, mayli. 32 qaytar deyapti. 20 10 bo'ldi. Tezlasini ko'rdinglar? Tak, yetar balki, bratishkalar. Bo'ldi. Ko'rdinglar mana. Tez. O'xay. Orqaga qaytish. Live ekan. Tak, necha minut bo'libdi do'stlar? 27 minut o'zi. Oh. $149 ishlab qo'ydik. Super. Storage shuni nomini o'zgartirish kerak. Mayli do'stlar. O'zi ham igriga qiziqib ketdim do'stlar. Keyingi videoda ham shuni o'ynavorarmiz balki. Igriga qiziqib ketganini yarim soat qoldim. Ko'rdinglar? Igri juda ham yoqdi menga. Sizlarga kommentar fikrlarini qoldiringlar. Menga yoqqan sababli 3 minut o'ynavoribman qarsam, mayli. Yaxshi o'yin ekan xullas. Xotiralar qolib ketdi. Hammaga xayr, sizlar bilan erkin play bo'ldi. Uyingga gapirishga tilla ojiz o'zi ham menga yo'qdi. Qachon chiqibdi ko'rmabman, endi ko'rdim o'zi ham. Mayli. Xullas, hammaga xayr, sizlar bilan erkin play bo'ldi. Kommentlarda albatta fikrlarni qoldiringlar o'yin haqida. O'yin qanday ekan? Hali keyin mana bu sport zali hammasini ochamiz. Hammaga